Men zo'ravon va qotillarni qidirganman, hatto sobiq harbiylarni ham, lekin bir Illinoislik quruvchi muhandis mendan qocha oldi. Xo'sh qanday? U qochmay qo'ydi. Hujum qilishni boshladi. Men bilan o'yin boshladi. Sen ham shunday qil. Birgina yo'li shu. Bu yigit juda aqlli. Michael bir nechta narsadan qiynaladi, jumladan latent tormozlanish degan holatda. Ularning miyasi tashqi olamdan keladigan ta'sirga anchayin sezgirroq. Agar latent tormozlanish fikrlash past odamda bo'lsa, bu aqldan ozishga olib keladi. Lekin aqli teran odamlarda bu deyarli har doim ijodiy qobiliyatni paydo qiladi. U atrofda azob chekayotgan hammaga nisbatan ta'sirchan bo'lib qoldi. Bundan qutula olmadi. U qutqaruvchiga aylandi. Boshqalarning xotirjamligi uchun ko'proq kuyinadigan odamga. Michaelni daho deb o'ylaysizmi? Biz ko'p takrorlagan sifatni beryapmiz, lekin an'anaviy ma'nosida. Ha, men shunday deb o'ylayman. Dunyoning eng aqllilari tuzgan tizimni alday olding, lekin oxirgacha emas. Juda xafa bo'lsang kerak. Aslida eng oxirgi yetmayotgan bo'lak bor. Uni hozirgina o'zingiz olib keldingiz. Nimani aytayotganingni tushunmayapman. Sizni Stella kartangiz. Uni menga bering. Sizlarga bir nechta karta yetmayotganga o'xshaydi. 5 ta kartani qanday qilib undirding? Juda xafa bo'lsangiz kerak. o'n 17 kundan keyin ular akamni elektr stulga o'tkazishadi va qilmagan jinoyati uchun tanasiga 50 ming voltli tok berishadi. Men bunday bo'lmasligi uchun shu yerdaman. Sen buni bilarding. Shuning uchun o'zingni aybdor sezarding. Shuning uchun doim o'zingni Lincoln tubida yotgan jarlikka otarding. Shuning uchun qamoqqa o'tirib hayotingni barbod qilding. Siz nega bunday qilganimni bilmaysiz. Yonimda yo'q edingiz. Qancha narsaga erishishing mumkin edi. Lekin sen doim ajralib turmaslik kerak deb hisoblarding. Lincoln men uchun aka sifatida siz onamdan ko'ra ko'proq yaxshilik qilgan. Siz ketdingiz, u esa qoldi. U meni boqdi, ko'chaga haydamadi. Unga tez yordam kerak. Qo'riqchilar, men boshqaruvchi. Yaxshi. Birozdan so'ng men g'oyib bo'laman. Katta muammoga yo'liqasan yigit. Qamoqqa tushishing mumkin. Qaysi biriga?